请用一句话证明你们是中国人。我们是在红旗下，站在春风里。是生不会入华下来时还做中国人。我骄傲，我是中国人。Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilikning bir muhim mazmuni Uyg'ur sabiylari uchrayotgan oila judoligi bo'lib, yaqinda bu masala BDTning bir guruh mutaxassislari nomidan rasmiy o'tirg'a qo'yildi. Shuningdek, bu holning majburiy assimilyatsiya ishkanligi jakolandi. BDT kishilik huquq oliy komissarining ishxonasi 26-sentabrda e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotni BDTning madaniyat haqlari, maarif va kishilik huquq sohasidagi alohida ma'lumotchilaridan Fernando Varenes qatorliq 3 kishi tayyorlab chiqqan. Bu BDT e'lon qilgan Uyg'ur diyori haqidagi yana bir yangi bayonot bo'lib, buningda Xitoy hukumati mangdirayotgan yotoqliq maktab sistemasining Uyg'ur bolalarini ona til o'rganish fursatidan mahrum qoldirish, ularni majburiy holda oilasidan va Uyg'ur jamoatidan ayirib etish rolini o'ynayotganligi tanqidlandi. Shuningdek, buni majburiy assimilyatsiya deb yakunladi. Dokladda biz Uyg'ur bolalarining majburiy holda Xitoycha tilga va Xitoy madaniyatiga assimilyatsiya qilinayotganligidan andisha qilyapmiz deyildi. Bayonotda aytilishicha, bu xildagi yotoqliq maktablarga o'rlashtirilgan Uyg'ur bolalarining ota-onasi lagerga qamalgan yoki chet ellarda bo'lib, Xitoy hukumati bu bolalarni Darul-Tamlarga va maktablarga to'plagan. Ondan bu joyda ularga Xitoycha til va madaniyat singdirilgan. Texmi muhimi, Xitoy hukumati yaqindan buyon bu xildagi maktablarni ko'paytirayotgan bo'lib, buning aksicha o'tirg'a chiqayotgan yana bir hodisa Uyg'ur tilidagi maktablarning ko'plab taqilishi bo'lgan. 让孩子迈开学习的第一步，走好人生的每一步。